Bugungi kunda ko'pchilik insonlar uyda o'tirgan holda daromad topishni istaydi. Kimdir frilanserlik qiladi, kimdir onlayn savdo bilan shug'ullanadi va yana bir yo'l oxirgi yillarda ommalashtirilgan trading. Firibgarlar trading nomidan foydalanib, oddiy sodda fuqarolarni aldamoqda. Ular Telegram messenjerida kanal ochib, sizni qarzdan qutqaraman, men bilan pul ko'paytirib olasiz, hammasi halol deb soxta va'dalar berishadi. Ushbu kanallarga kirsangiz turli qalbaki video tafsilotlar qo'yadi, go'yo odamlar pul olgan kabi. Trading bu moliyaviy bozorda aktiv sotib olib, ularni sotish orqali daromad qilish jarayoni. Bu oson ish emas. Bilim, tajriba, tahlil, sabr va risk boshqarish talab qiladi. Tradingda 100% kafolatlangan daromad bo'lmaydi. Har kim yutish ham yutqazishi mumkin. Sirdaryo viloyati Guliston tumanida yashovchi 18 yoshli fuqaro Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, ijtimoiy tarmoq orqali pul mablag'ini ko'paytirish maqsadida 60 million so'm mablag'ini noma'lum shaxsning bank plastik kartasiga o'tkazib, aldanib qolganini ma'lum qilgan. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni Toshkent viloyatida yashovchi 20 yoshli shaxs sodir etgani aniqlanib, u Telegram messenjerida tradingda pul ishlash, pul ko'paytirish, halol daromad kabi kanallar yaratib, ushbu Telegram kanallarga qarzdan chiqaraman, birga pul ko'paytiramiz, hammasi halol kabi e'lonlar joylashtirilganligi va fuqarolarning ishonchiga kirish maqsadida ushbu kanalga fuqarolarning trading orqali pul mablag'ini ko'paytirganligi to'g'risida soxta foto videolarni joylashtirgan. Bu esa sodda insonlarning shubhasini tarqatishga xizmat qilgan. Men Telegram ijtimoiy tarmog'ida guruh ochib, ushbu guruhga trading orqali pul ko'paytirish nomini qo'yib, turli xil ushbu guruhga e'lonlar joylashtirardim, ya'ni qisqa muddatda o'sha boyib ketish haqidagi e'lonlar va turli xil o'sha fuqarolar trading orqali pul mablag'ini ko'paytirganlik to'g'risida video yoki bo'lmasa pul mablag'ini ko'paytirib olganlik to'g'risida soxta cheklar tashlab kanalga e'lonlar joylashtirganman. Ushbu e'longa ko'pchilik ishonib menga yozishardi va men ularga pul mablag'ini ko'paytirib beraman deb turib, bank plastik karta raqamini tashlab berardim. Ko'pchilik fuqarolar ushbu bank plastik kartaga pul mablag'i tashlab berardi va pul mablag'ini tashlab bergandan so'ng men ushbu yozishmalarni o'chirib tashlardim. Fuqarolarga hech qanday pul mablag'ini tashlab bermadim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa bunaqa ish qilmayman. Uzr so'rayman fuqarolardan. Hozirda jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.